Aldı bilen ma Amerikadaki ağilemning ma shipingini bir ko'rayotinglar. Yaxshimsizlar, Ansarning pintozlari, men bo'lsam Ansarning timir agashchisi. Men hozir Costco chorsuning oldida, bugun bo'lsa sizlarga mana shu minoxidilni Costcodan olib chiqamiz, qanday olamiz degandek. Costco odam vaksinatsiya mana shu shundoq cho'ng Costcoda butunlay hamma narsalarni jiq og'il bo'ldi. Mana shu bir ton minoxidilni bir odamga ara 2 ton og'il bo'ldi. Mening shundan jiq ilib, jiq avatkim bor sizlarga. Amal yo'q shu. Shunga sizlar to'g'ri tushuninglar. Anan ekan bolalar, miyada bir mahsulot bor, shundan yaxshi, Ma'lum bo'lsa, oshqozon dorisi, oshqozondagi kislota ham og'iz puraydigan, hamma shu oshqozon oid narsalar, chiqib foyda qilgan narsa. Men uydagilarga shundan avatib berma. Shunday yaxshi mahsulot, o'zingizlar izlab baqsanglar bo'ldi. Mashini tavsiya qilma. Anan ekan bolalar, miyada yeni bir mahsulot bor, biliq miya. Shunday foydali. Men uydagilarga sap beraman, ham uzamni yeyman hozirdan boshlab. Burun ancha diqqat qilmaydim, hozirdan boshlab yosh priya borgandan keyin shunday o'zimizni yaxshi nim qilib kelamiz bolalar. Ma'lum bek yaxshi tavsiya qilma bolalar. Ma'mu biliq miya ichidagi shirkatlarning eng oldingi o'rin turdi, eng oldingi o'rin turdi. Kerak bo'lib qolsa, Ansarning bosh bitida unidor bor, shu orqali evasanlar bo'ldi, bolalar. Rahmat. Endi bolalar minoxidil og'il bormiz, minoxidildan bugun 4-5 tal appaqili, 4-5 tal appaqsaq bizni qandoq og'zamdi, og'izmamdi, Bir ishga appaqili, bolalar. Mandoq. Bugun mana biz hozir 10 qopni olmoqchi, 12 qopni. Ağıl qo'yamdi, qo'ymamdi, ko'rib beqinglar bolalar. Ağıl qo'ymaydi. Shunga iliqi ba'zi odamlar necha qop, necha yishik akaganlarga ishonmanglar bolalar. Bo'lmasa men bo'lsam Ansarga necha yuz tonni qo'qmay sep berdim. Shunga amal yo'q. Shunga bu mol ashuna qisqicha, shunga to'g'ri tushuninglar. Qarab beqinglar bolalar, ağıl qo'yamdi, qo'ymay. How you doing today? Yeah. 12, right? Yeah. Well, that have a limit. Only 2, right? Let me see. Yeah, only 2. Okay. Chikitallar ma'qul qo'ydi bolalar, o'zinglar ko'ringlar. Mani hamda qo'yib qo'ygan bo'ldi, sat qilib qo'ymadi bizga. Bo'lmagan bo'lsa, men evitibda, evitibsizlarga sap berdim. Okay, thank you. Have a nice day. Thank you. Shu ashunaq gap bolalar, oson emas bu narsani. Mushunchilik yo'g'an chorshida, bundoq tatib qo'ya chorshini. Boshqa mahsulotlarning hammasini og'il bo'ldi, Mana yoqqa. Mushu mahsulotlar ham og'il bo'lmaydi. Chunki bu mahsulot haqiqatan yaxshi hamiliqi, mol ozchi hozir. Ko'rguninglardek ma ağilem Amerikadaki Costco çavuşunun içine kirib, onkin aşı minoxidilni, onkin biliq may o bu birimler kerak bo'lib qolsa, gapsanglar bo'ldi menga. Onkin minoxidil mo, aning ichidan aşı aldiki bir odamga 2 tallan berdik bir kunning ichida. Ertasi yana kirib, yana 2 tal elib, menga ashda yig'ib qilib beryotdi. Onkin iliqi ba'zan birlar borki, mashinasiga liqqina qo'shqizib, unda aldiqlar. Men ularni bilmadim. Endi haqiqiy jing minoxidil olma deydiganlar bo'lsa, meni desanglar bo'ldi. Jalob qasama uyimni sizlarga berayotma deyiliklam haqiqiy jing asha Costco chorshisining ichidan ilib, mungkin ashaqdan menga avatib berayotgan minoxidil. Endi men 2-3 kundan keyin mal g'uljidan oyoqqa mangma, safar qilib mangma. Ash vaqtda menga qo'rqmay gap qilaversanglar bo'ldi. Ma og'inam mayoq kelgan minoxidilni sizlarga avatib berdi. Ma mening zakag'inam o'zimning bir mellik. Shunga minoxidil kerak bo'lsa, davomli izlasanglar bo'ldi. Aras hozir yo'q, minoxidil texi yo'lda kelyotdi. Kelgan vaqtida uni men sizlarga bersam bo'ldi.
shu oldig'anlar bo'lib qolsanglar, saqlab elib, yoki men yana burada bir shipping chiqarib, minoxidil keldi degan vaqtimda, undan keyin shu vaqtda gap qilsanglar bo'ldi. Minoxidilning bahasi ras 488 qo'y. İçidən 6 tal çıxıdı. Əgər də 3 tal almaya deb qalsanglar 250 qoy.